Baş B. Otura B. Ulanlı B. Yalğız B. Bizning bo'rivoy suv üzənməydi. Belicanlarmı to'g'itishqanni hop etenməydi. Şuna beliq degan beliq, bo'ri degan bo'ri. Bulbul bostanını tapdı, sayraplı ketdi. Zibagül futbol tepip yığlaplı ketdi. Ot yürek şair, edip, ulug' inqilobchi Lutfullah Mutallib 22 yaşında düşmanlar tarafından vahşilarcha o'ldirilgan. Mende bir kitap var. Çiçektekiler minilden talışıp okuydu giller. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B A ba. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B A ba. B'ga O'ni qo'ysak bu bo'ladi. B O bu. B'ga U'ni qo'ysak bu bo'ladi. B U bu. B A baş baş. B A bet bet. B O bor bor. Böcennin kahve yötkişi. Bir günü gap anlamaydigan baştan böcen bağda oynab etip sarg'ayib pishgan yo'g'on bir kavni uchirtib qapti. Lekin böcen u kavni o'zi yolg'iz ko'tarolmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Aqlli böcen tezli bir amal tepdi-da, kavni uyga birdandala akab bo'pti. Kavni ko'rgan ana, "Bolam o'zimmi yo'g'on kavni zodi qanday akagandir?" deb hayron qilib barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böcenning kavni qanday akaganligini o'ylab topa olamsizlar?